Assalomu alaykum egizaklarimiz. Iyul oyi qanaqa energiyada kelgan? Sizlardan nimalar kutilyapti ko'ramiz ham. Kechikkan bo'lsam albatta uzurimni so'rayman. Omadli va barakali davom etishini tilab qolaman sizlarga. Egizaklarimiz, boshlaymiz. Siz bu oyda agar o'zingizni tanangizda sog'ligingizda qanaqadir bir transformatsiyani, sog'ligingizni tiklashga, o'zingizni ko'rinishingizni tiklashga bir ishtiyoqingiz deydimi, xohishingiz deydimi bo'lsa, bu oyda o'zingizni go'zallashtirishga, sog'ligingizni tiklashga juda ham yaxshi oy. Demak, asosiy energiyamizda diqqat e'tiborimizni o'zimizga, ko'rinishimizga, sog'ligimizga biz e'tibor qilishimiz kerak. Sog'ligimiz, ya'ni o'zimizga qaratilgan energiya bizga yana ham ko'proq kuch, imkoniyat berishi mumkin. Biz yana ham shijoatli bo'lishimiz mumkin. Yana ham har bitta qilayotgan ishimiz sifatli bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zingizga demoqchiman, qanchalik ko'p pul sarflasangiz, energiya sarflasangiz, sizga 10 bora bu narsa qaytadi. Egizaklarimiz juda ham bilasizmi, nastoychivoy bo'lasizlar. Qat'iyatli bo'lasizlar har bitta ishingizga. Oxirigacha qilaman, oxirigacha bajaraman, bu meniki bo'ladi. Juda ham qaysar energiyasida bo'lasizlar. Va sizlarda juda ham ko'p sayohat, движение, ya'ni harakat, qayoqqadir borishingiz, ko'p ishlarni bajarishingiz kutilyapti bu oyda. Lekin bu bilan birga demoqchimanki, bu ishlaringiz, qilaydigan tashvishlaringiz, ishlaringiz tugaydi. Bu oyda hamma tashvishlaringiz, ishlaringiz tugaydi. Xo'p, shaxsiy hayotda nimalar kutilyapti? Koroleva jezlov energiyasi. Judayam bilasizmi, aqlingizdagi insonga ham siz o'zingiz qanchalik qaysar, shijoatli inson, ayol ekanligingizni yoki erkaklarimiz inson ekanligingizni bildirib qo'yishingiz mumkin. Aqlingizdagi inson sizni juda ham ko'p tergashi mumkin, tekshirishi mumkin. Naprochenность, ya'ni munosabatlar dars ketishiga sababchi bo'ladigan omillar paydo bo'lishi ham mumkin. Tak, sizga juda ham ko'p informatsiya keladi. Ya'ni tashqaridan sizga juda ham ko'p telefonlar, SMS aloqasi, juda ham ko'p xabarlar kelishi mumkin. Siz qarama-qarshi jins vakillariga juda ham qiziqarli bo'lishingiz mumkin bu oyda. Lekin aslo aqlingizdagi insonga o'zingizni sirlaringizni bildirmaslikka harakat qiling. Ishlaringizdagi holat, yarfand, ya'ni sizdan juda ham ko'p insonlar iltimos bilan kelishi mumkin. Ya'ni yoki sizni bir maslahatingizni, bir oldingizga sizdan tajriba olish uchun, maslahat olish uchun yoningizga ko'p iltimoslar bilan keladigan insonlar paydo bo'lishi mumkin. Ishingizda siz judayam ishchan bo'lasiz bu oyda. Hamma ishga ulgurishga harakat qilasiz va yana kelajakda boshqa yana ishlarda reja qilishingiz ham mumkin. Bu bilan birga juda ham daromadli ishlaringiz ko'payadi. Yangi ishlar boshlashingizga ham juda ham yaxshi imkoniyat kelishi mumkin. Tak, nimalari bo'lib o'tishi mumkin? Ba'zida sizni ozroq xafa qilib qo'yadigan yoki siz tushkun holatda bo'lasiz. Bu hech qanaqa bir sababsiz yoki juda ham horg'inlik, ustalost, ya'ni charchoq bezovta qilishi ham mumkin. Sizga bu bilan birga
tabiat qo'ynidan bir sayohat yoki hordiq chiqarishingizni maslahat berar edim. Maslahat bermas edim. Ya'ni yangi munosabatlarda yoki bor munosabatlarda yanayam buzishga harakat qilmanglar. Ozroq munosabatlarda aqlingizdagi insonga sabrli bo'lishga, aqlingizdagi insonni qo'llab-quvvatlashga harakat qilinglar. Chunki shaxsiy munosabatlarda ozgina dars ketadigan holatlar ham kelishi mumkin. Siz albatta aqlingizdagi insonni tushunishga va uni qo'llab-quvvatlashga harakat qiling. Maslahat. Ishingizda judayam ko'p yaxshi xabarlar, yaxshi yangiliklar, ishingizda o'zingiz mohirona, o'z ishi ustasi bo'lishingiz kerakligi ham sizga sinov sifatida keladi. Mehnatkash bo'lasizlar, juda ham ko'p orzular sizda bo'ladi. Semyorka pentakli kartasi ozgina sizda shu omadsizlikka duch kelish qo'rquvi ham kelishi mumkin, lekin qo'rqmaslikka harakat qilinglar. O'z tajribangizga tayanib ish qilishlaringiz kerak bo'ladi. Shunaqa ochirim bo'ldi eziklarimizga. Doimo omad yor bo'lsin sizlarga. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.